Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan o'sha Foul Play. Hozir sizlar bilan birga hammani ko'zga tanishroq bo'lib turgan bo'lsa kerak bu Minecraft. Bu o'sha siz bilgan Error 183. Hozir biz sizlar bilan birga mana o'zim bilan ko'plab kerakli narsalar olganman mana. Bular bilan men birga mana shu Error 183 da Herobrine qidirib ko'rmoqchiman. Mana o'zimga kerakli qilichim. Ko'ryapsizlar, obunachilar, ovoz eshitilayotgan bo'lsa sizga ham da yurib ketayotganda xuddi orqamda blok kimnidir sindirayotgandek tuyulyapti. Sizlarga bo'lmadimki, menga shunday bo'lyapti. Valla. Mana buni qarang obunachilar. Hammasi bug. Bu nimalar qotishadi. Mana bu gulni qaranglar, qonli gul. Agar sizga shu mod kerak bo'lsa, menga Telegramdan bog'lansangiz, shu modni sizga tashlab beraman. Tekinga. Mana tatem olganman. Tatemlar qalqon o'rniga qo'yib olishim kerak. Tovuq. Yo-mayo, noni. Ishchilar, obunachilar. Qayerdandir zombini ovoz kelyapti. Qani zombi? Yo-mayo. Yiqilganimda Minecraftda jon ketardi. Hozir bunda nimaga qanaydir xuddi suyak singanday ovoz eshitildi. Sal yo'qroq o'zgartiray, sizlarga bitta narsa ko'rsatmoqchi edim. Mana buni qaranglar obunachilar. Qonli ko'lmi bu bilmayman. Suvning o'rniga qon bor. Qani tushib ko'ray obunachilar sizlar uchun. Xuddi oddiy suvday bu. Mana tepada burchakda ko'rishingiz mumkin. Ana Minecraft 1.21 minus qilib qo'yibdi, error 180 chiqib qo'yibdi. Bu xavfli. Bu mod judayam bir boshqacha ekan degan obunachilar. Atrofini yaxshi tekshirdim, zombilar yo'q. Hech qanaqa maxluqlar yo'q, lekin shular ovoz kelyapti. Mana bu bagda qaranglar obunachilar. Bunaqa xatoliklar katta Minecraftda yo'q, lekin error 183 hamma narsa bor. Hozir men mana shu error 183 da kelib tushganigacha men kelib tushgandan so'ng o'lgunimgacha mana shu yerda maxluq qidiraman, Herobrine qidirmoqchiman. Mana obunachilar. Mana bitta bak cho'chqani burni qop-qora. Xuddi negerlar o'xshaydi. Buni qaranglar. Qani buraya qani. Bitta o'ldi. Chunki qilichim kuchli, shunga bitta zarbada o'ldi. Hozircha hech qanaqa xavfli narsa sezmayapman. Qani balki yana Herobrine chaqirish usuli bor edi, o'shanda qilib tekshirib ko'ramiz. Kreativga o'tdim. Qo'rqib ketibman. Nima orqamga xuddi bir nima kelayotganday bo'ldi-da. Mana bu. Ko'rishingiz mumkin, mana skinimda ham bir ikkita narsa yo'q, bu yonib ashni bo'lib qolyapti. Bu hammasi xatolikdan. Bu narsa hozir yo'q bo'lib ketgan, buni odamlar mod sifatida qidirib topish qiyin bo'lgan narsalardan biri. Hozir men bu modni topdim va ishlatib ko'ryapman, sizlar ham ko'ring dedim. Qani agar sinab ko'raman, agar chaqirish iloji bo'lsa. Aytgancha temir kerak, temir blok kerak bo'ladi. Mana. Mana bir.
bermas edi. Blok qo'yganda ham boshqacha ishlayapti. Xato qo'yib tashlabman. Mana temir blok. Mana o'sha narsalar. Hech nimani sezmadim to'g'risi. Endi men olmam kerak yo'q. Survivalga to'g'ri. Qani bir kecham bo'lyapti. Kechqurun ham qidirib ko'raman mayli mana shu. Yaramas xirabrini. R183 faqat Minecrafterlar biladi, ancha ko'pgina. Shu Minecrafterlar biladigan jo'ralar agar tushunmayotgan bo'lsangiz Minecraft. Bo'ldi, ana uni qaranglar. Nima bola u? Oymi? Shunaqa ham g'alati oy bo'ladi. Buni rasmga olib qo'yish kerak. Ana zombilar. Men ko'rgan mana shunda qochamiz. Men gang qiling keldi. Boya hamma eshitgan bo'lsa kerak, hamma suyak sinishini ovozini eshitdi. Hozirda qana deganmi, shunaqa ovoz eshitildi. Bu Minecraft polibomga qotadi, lekin qanday masalan katta internetingiz telefoningiz umuman qotmaydigan telefon bo'lsa ham bu baribir mana shu modni qo'shishingizni o'lasiz. Qotadi telefoningiz. Mana shuncha vaqtdan beri aylanib yuribman. R183 ta o'sha yaramas xirabrini qidirib. Xirabrini X harfini ham ko'rmadim to'g'risi. Skeletning ovozi ekan bu. Mana jonim ketyapti, aylanib yuribman. Har xil o'rgimchaklar chiqyapti yonimdan, har xil moblar. Har xil moblar chiqyapti, lekin shu kech tushgan bo'lsa ham shu Xerabrin deganni ko'rmadim. Qani Endermanning ko'ziga qarab ko'ramiz. Nima qila olasan? Mana Endermanim o'ldi. Qachon? Biroz ovqat yeb olishim kerak ekan. Yana yuguraman. Menga to'g'risi bu Minecraftda hatto kekka ham yetolmaydi. Agar mana shunday tez yugurishimda, tez sakrab parkurda qochishimda hatto kekka ham yetolmaydi. To'g'ri, PvP'da kekka zo'r bo'lishi mumkin, lekin mana qochish, parkurlarda mendan zo'r yo'q to'g'risi. Mana ochiqcha ham keldim. Ekranim xira-shira bo'lib turibdi, ana deb kuchayib ketyapti, lekin bu xira-shiralarga. Tilla ranjlikligan. Narigi tomonga o'tib olaman. Yo-mayo. Narigi tomon bu yoqdan kattar ekan.
yaramas. Ah, sen görmedi, yalmog'iz kampir meni zaharlab qo'ydi-ku. Shu o'lib qolishim mumkin. O'qitiy bola. Jonim juda kamda lekin. Och qolib ketaman. Yu. Nima ekan debman buni? Ahmoq faul. Suv tagida zombi bo'lmaydi, sakraveribman. Ekranim judayam xirashroq ketdi. Mana shu biromalar mana shu bir kechani o'tkazsam. Mana shunday suzib o'tkazmoqchiman. To'g'risi Minecraft eski versiya Minecraft yo'q. Minecraft eski versiyalariga o'xshaydi. Totemlar boshqacha, qilich masalan. Bunaqa qilichlar bo'lmaydi. Bo'lmagan o'sha paytlar endi hozir qilich qanday temir qilichga o'xshab qo'ygan. Bo'lmasa eng og'irlig'i, eng kuchli qilich mana bu. Oltin masalan lava chelak masalan. Mana xuddi eski versiyada qisqacha aytganda Error 183. Oy, qaranglar ularchilar. Suvga cho'kib o'lib ham qoldim. Короче, bu Error 183 da sizga tavsiya bermayman. Telefoningiz qotirishi mumkin. Men o'zimda sinab ko'rdim. Suv tagidagi zombilar boshqacha ham respawn bo'ladi ham. Hozir sizlarga o'sha zombilar ko'rsatib beraman, qanaqaligini. Suv tagiga tushib. Qanaydir xuddi bir Herobrine'ga o'xshaydi lekin qisqacha bitgani. Qani shunaqa tushib yurmoqchiman. Qani. Chiqmayapti-ku bu yerlardan. Mana. Xuddi Steve. Чисто Steve. Steve debman. Steve. Lekin просто kiyimi boshqacha, keyin yuzi o'sha. Просто kiyimlari boshqacha. O'zi чисто o'sha Steve. Shu yergacha ekan videomiz, obunachilarim. Tepaga chiqib olay. Xayr, obunachilarim, sizlar bilan o'sha foul play bo'ldi. Xayr, sog' bo'ling. Keyin esa men ikkinchi va uchinchi kanallarimga ham obuna bo'lib qo'ying. Siz bilan foul play bo'ldi. Error 183 da.